Ushbu loyiha Agrobank Jomboy filiali hamkorligida Samarqand viloyati Jomboy tumani Kattaqishloq mahallasidagi 111-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu maydonda Ismaloqning Madison F1 novi ekilgan. Maydonimiz jami 10 gektardan bo'lib, uzunligi 430 metr, bo'yi 260 metrni tashkil etadi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqqan holatda ekinlarni yetishtirish muddati 65 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihada 20 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jalik uchun o'rtacha yer maydoni 50 sotkani tashkil etadi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor O'roqli Agro ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 15 tonnadan jami 150 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekinlardan brokoli, karam ekish orqali yer egalarining daromadini yanada oshirib boriladi.